Bugun men siz bilan juda muhim masalani 2026 yilgi pensiya indeksatsiyasi nimalarga qarab hisoblanishi, kimning pensiyasi oshishi, kimda o'zgarish kamroq sezilishi va qaysi holatlarda odamlar xato kutishlarga berilib qolishi haqida aniq va tushunarli gaplashaman. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, ota-onasi pensiya olayotgan farzandlarga, yaqin yillarda pensiyaga chiqadigan fuqarolarga va ijtimoiy nafaqa oluvchilarga ham bevosita tegishli. Chunki indeksatsiya degani oddiy pensiya oshdi degan gap emas. Uning ichida inflyatsiya, eng kam iste'mol xarajatlari, ish haqi o'sishi, budjet imkoniyati, pensiya turi, ustamalar va hujjatlardagi ma'lumotlar kabi ko'plab omillar bor. Shu sababli videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga qaysi raqamlarga e'tibor berish kerakligini, qanday hujjatlarni tekshirish zarurligini va pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz qayerga murojaat qilish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida eshitilsa, odam o'z haqini himoya qila oladi. Avvalo, indeksatsiya nima ekanini oddiy tilda tushuntiraman. Pensiya indeksatsiyasi bu davlat tomonidan pensiya va ayrim ijtimoiy to'lovlarning narxlar oshishi, yashash xarajatlari ko'tarilishi yoki iqtisodiy ko'rsatkichlar o'zgarishi sababli qayta ko'rib chiqilishidir. Ya'ni, agar bozorda oziq-ovqat, kommunal xizmatlar, dori-darmon, transport va boshqa kundalik xarajatlar oshsa, pensionerning daromadi ham imkon qadar shu o'zgarishlarga moslashtirilishi kerak. Oldingi yillarda ko'pchilik pensiya oshishini faqat bitta jumla bilan qabul qilardi. Pensiyalar falon foizga oshirildi. Lekin amalda hammaning qo'liga bir xil pul qo'shilmaydi. Masalan, bir odam 900 ming so'm pensiya olsa, 10% oshish unga 90 ming so'm qo'shimcha beradi. Boshqa odam 2 million 500 ming so'm olsa, xuddi shu 10% unga 2 ming so'm qo'shimcha beradi. Foiz bir xil, natija har xil. Shuning uchun indeksatsiyani tushunishda faqat foiz nechi degan savol yetarli emas. Mening pensiyam qaysi bazadan hisoblanadi? Menga ustama kiradimi? Men oladigan to'lov pensiyam yoki nafaqami? Menda ish staji to'liqmi? Hujjatlarim to'g'ri kiritilganmi degan savollar ham muhim. 2026 yilgi pensiya indeksatsiyasi haqida gapirganda men birinchi navbatda shuni aytaman. Bu jarayonda bir nechta asosiy ko'rsatkichlar hisobga olinadi. Birinchisi inflyatsiya, ya'ni narxlar umumiy darajasining oshishi. Ikkinchisi aholining real daromadlari va ish haqi o'sishi. Davlat budjeti va pensiya jamg'armasi imkoniyatlari. To'rtinchisi minimal pensiya bazaviy hisoblash miqdorlari va ayrim ijtimoiy normativlar. Beshinchisi pensiya oluvchining shaxsiy holati, yoshi, pensiya turi, ish staji, avvalgi ish haqi, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik holati yoki qo'shimcha imtiyozlari. Oldin ko'pchilik bitta umumiy oshirishni kutardi. Hozir esa masala ko'proq tabaqalashtirilgan yondashuvga borib taqaladi. Ya'ni davlat ijtimoiy himoyaga ko'proq muhtoj qatlamlarni, eng kam pensiya oluvchilarni, nogironligi bo'lgan shaxslarni, boquvchisini yo'qotgan oilalarni va yoshi katta fuqarolarni alohida hisobga olishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Agar sizning pensiyangiz yuqori bo'lsa, siz ham indeksatsiyadan foyda ko'rasiz. Lekin eng kam pensiya oladigan odamlar uchun qo'shimcha mexanizmlar bo'lishi ehtimoli yuqori. Chunki asosiy maqsad faqat raqamni oshirish emas, balki eng zaif qatlamning real xarid qobiliyatini saqlab qolishdir. Asosiy qism bir nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim esa tinchroq bo'lishi mumkin. Endi amaliy tomonga o'tamiz. 2026 yilgi pensiya indeksatsiyasida birinchi e'tibor beriladigan narsa pensiyangizning turi. Hamma to'lov bir xil indeksatsiya qilinmaydi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Ijtimoiy nafaqa, kompensatsiya to'lovlari, alohida ustamalar va imtiyozli to'lovlar o'z tartibiga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doimo fuqarolarga aytaman. Men pensiya olaman deyish yetarli emas. Aynan qaysi to'lov turini olayotganingizni biling. Masalan, birinchi misol. Dilbar opa 63 yoshda yoshga doir pensiya oladi. Uning pensiyasi 1 million 400 ming so'm. Agar indeksatsiya 10% deb tasavvur qilsak, uning asosiy pensiyasiga 1 ming so'm qo'shilishi mumkin. Lekin agar Dilbar opada qo'shimcha ustama bo'lsa, masalan, alohida xizmatlari, nogiron farzand parvarishi yoki qonunchilikda belgilangan boshqa imtiyoz bo'lsa, bu ustama ham indeksatsiya qilinadimi yoki alohida miqdorda qoladimi? Buni aniq hujjatdan ko'rish kerak. Ko'p odam mana shu joyda adashadi. Ular umumiy summasini olib foizga ko'paytiradi va keyin menga kam qo'shildi deb o'ylaydi.
Aslida esa ayrim to'lovlar foizli oshiriladi, ayrimlari qat'iy summada belgilanadi. Ikkinchi misol. Rustam aka 58 yoshda nogironlik pensiyasi oladi. Uning ish staji to'liq emas, lekin sog'lig'i sababli pensiya tayinlangan. Bunday holatda indeksatsiya faqat stajga bog'liq emas, balki pensiya turiga va belgilangan minimal kafolatlarga ham bog'liq bo'ladi. Agar eng kam to'lov darajasi oshirilsa, Rustam akaning pensiyasi foizdan ham ko'proq oshishi mumkin. Chunki uning to'lovi minimal chegaraga yaqin bo'lsa, davlat uni yangi minimal darajaga yetkazishi kerak bo'ladi. Demak, past pensiya oluvchilar faqat foizga emas, minimal miqdorlar o'zgarishiga ham qarashi kerak. Uchinchi misol. Shahnoza opa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini 2 farzandi uchun oladi. Bunda indeksatsiya oiladagi oluvchilar soniga, belgilangan ulushlarga va farzandlarning yoshiga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar katta farzand o'qishni tugatsa yoki qonunchilikda belgilangan yosh chegarasidan o'tsa, to'lov tarkibi o'zgaradi. Shuning uchun 2026 yilda indeksatsiyadan keyingi summa avvalgi oilaviy holatga emas, ayni paytdagi huquqiy holatga qarab hisoblanadi. Odamlar ko'pincha o'tgan yili shuncha olardim, endi shunga foiz qo'shilishi kerak deb o'ylaydi. Lekin agar oilaviy holat o'zgargan bo'lsa, natija ham o'zgaradi. 4-misol. Karim aka yaqinda pensiyaga chiqadi. U 2026 yilda pensiyaga chiqishni rejalashtirgan. U uchun indeksatsiya masalasi ikki tomonlama muhim. Bir tomondan pensiyaga chiqish paytidagi bazaviy miqdorlar va hisoblash tartibi muhim. Ikkinchi tomondan uning ish staji, rasmiy oyligi, arxiv hujjatlari va elektron bazadagi ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi kerak. Agar ish haqi konvertda berilgan bo'lsa, ya'ni rasmiy hisobotlarda kam ko'rsatilgan bo'lsa, keyinchalik pensiya hisobida ham shu kam ko'rsatilgan summa ta'sir qiladi. Indeksatsiya esa past bazani oshiradi. Xolos, past bazaga katta foiz qo'shilsa ham natija yuqori bo'lmasligi mumkin. Bu yerda eng muhim xulosa shuki, indeksatsiya sizning pensiyangizni noldan qayta adolatli qilib bermaydi. U mavjud hisoblangan pensiyani yoki belgilangan minimal miqdorlarni yangilaydi. Agar avvalgi hisob-kitobda xato bo'lsa, indeksatsiya bu xatoni avtomatik tuzatmaydi. Masalan, ish stajingizdan 3 yil tushib qolgan bo'lsa, indeksatsiya o'sha noto'g'ri hisoblangan pensiyaga qo'llanishi mumkin. Shuning uchun men har bir pensionerga pensiya miqdori oshishini kutish bilan birga o'z pensiya ishini ham tekshirishni maslahat beraman. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda pensiyasi juda past bo'lganlar. Chunki ular uchun minimal kafolatlar o'zgarishi juda muhim. Ikkinchidan, pensiyasi yaqinda tayinlangan, lekin hujjatlarida bahsli davrlar bo'lgan odamlar. Uchinchidan, sobiq korxonasi yopilib ketgan. Ish stajini arxivdan tasdiqlatmagan fuqarolar. To'rtinchidan, nogironlik guruhi o'zgargan yoki qayta tibbiy ko'rikdan o'tish kerak bo'lganlar. Beshinchidan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Chunki farzandlar soni, yoshi va o'qish holati to'lovga ta'sir qiladi. Kim nisbatan tinchroq bo'lishi mumkin? Agar sizning pensiyangiz to'liq rasmiy ish staji asosida tayinlangan bo'lsa, barcha hujjatlar elektron bazada to'g'ri turgan bo'lsa, pensiya turi o'zgarmagan bo'lsa, qo'shimcha imtiyozlaringiz aniq belgilangan bo'lsa, sizda indeksatsiya odatda avtomatik qo'llanadi. Ya'ni har safar qayta ariza yozish shart bo'lmasligi mumkin. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men baribir har bir oshirishdan keyin bir marta hisob-kitobni ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Endi eng ko'p tushunmovchilik tug'diradigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat indeksatsiya sanasi. Ba'zan pensiya oshirilishi haqida qaror ma'lum bir kundan kuchga kiradi. Masalan, oy boshidan, yarim yildan yoki belgilangan alohida sanadan. Agar qaror 1 apreldan kuchga kirsa, odam mart oyi uchun yangi miqdorini kutmasligi kerak. Agar to'lov va tizimida texnik qayta hisoblash kechiksa, keyingi oyda farq qo'shib berilishi mumkin. Lekin bu har doim ham avtomatik bir xil ko'rinishda bo'lmaydi. Shuning uchun to'lov varaqasini yoki bank kartasiga tushgan summani sinchiklab tekshirish kerak. Ikkinchi nozik jihat, hamma to'lovlar indeksatsiyaga bir xil kirmaydi. Pensiya tarkibida asosiy pensiya, ustama, kompensatsiya, qo'shimcha ijtimoiy yordam yoki alohida to'lov bo'lishi mumkin. Fuqaro esa bularning hammasini bitta summa sifatida ko'radi. Misol uchun, siz kartangizga 20 million 800 ming so'm olayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin bu summaning 20 million 500 mingga asosiy pensiya, 200 ming ustama, 100 mingga boshqa kompensatsiya bo'lsa, indeksatsiya aynan qaysi qismga qo'llanishi hujjatda ko'rsatiladi.
Shuning uchun 1 million 800 mingga 2% qo'shilishi kerak edi deb hisoblash har doim to'g'ri emas. Uchinchi nozik jihat pensiya va nafaqa farqi. Ko'p odam pensiya deb aytadi, lekin aslida ijtimoiy nafaqa oladi. Pensiya odatda ish staji va badallar bilan bog'liq bo'ladi. Nafaqa esa ijtimoiy himoya mezonlari asosida tayinlanishi mumkin. Indeksatsiya e'lon qilinganda hujjatda qaysi to'lov turlari sanab o'tilganini ko'rish kerak. Agar faqat pensiyalar oshirilgan bo'lsa, ayrim nafaqalar alohida tartibda oshirilishi mumkin. Agar pensiya, nafaqa va kompensatsiyalar birgalikda ko'rsatilgan bo'lsa, unda qamrov kengroq bo'ladi. 4-nozik jihat. Ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi fuqarolar pensiyaga chiqqanidan keyin ham ishlashda davom etadi. Bunda ularning pensiyasi qanday to'lanishi, qayta hisoblash imkoniyati, ish beruvchi tomonidan rasmiy badallar to'lanishi kabi masalalar muhim. Indeksatsiya ishlayotgan pensionerga ham tegishli bo'lishi mumkin, lekin qo'shimcha ish staji hisobidan qayta hisoblash alohida tartibda amalga oshiriladi. Ya'ni indeksatsiya bilan qayta hisoblashni aralashtirmaslik kerak. Indeksatsiya umumiy oshirish bo'lsa, qayta hisoblash sizning shaxsiy yangi huquqingiz paydo bo'lganda qilinadi. 5-nozik jihat hujjatdagi xato. Ism sharifdagi bitta harf farqi, tug'ilgan sana noto'g'ri yozilishi, mehnat daftarchasidagi muhr o'qilmasligi, korxona nomi o'zgargani, arxiv ma'lumotnomasi yo'qligi. Elektron bazada ish davri ko'rinmasligi pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Indeksatsiya mavsumida bunday xatolar ko'proq ko'zga tashlanadi. Chunki odamlar nega menga kam tushdi deb tekshira boshlaydi. Aslida muammo yangi indeksatsiyada emas, eski hujjatlarda bo'lishi mumkin. 6-nozik jihat inflyatsiya va real hayot farqi. Rasmiy inflyatsiya bir ko'rsatkich bo'lishi mumkin, lekin har bir oilaning xarajati boshqacha. Masalan, bir pensioner asosan dori-darmon xarid qiladi, boshqa biri ijarada yashaydi, yana biri nabiralariga yordam beradi. Agar oziq-ovqat 8%, dori-darmon 15%, kommunal xizmatlar 12% oshsa, umumiy indeksatsiya sizga yetarli yoki yetarsiz tuyulishi mumkin. Davlat indeksatsiyani umumiy iqtisodiy ko'rsatkichlarga qarab qiladi, lekin siz o'z oilaviy byudjetingizni alohida rejalashtirishingiz kerak. 7-nozik jihat. Bank kartasi naqd to'lov ushlab qolishlar. Ba'zan odam pensiyam kam tushdi deydi, lekin keyin ma'lum bo'ladiki, oldingi qarzdorlik, aliment, ijro hujjati, kredit to'lovi yoki bankdagi avtomatik yechimlar summadan ushlab qolingan. Indeksatsiyadan keyingi haqiqiy pensiya miqdori bilan kartaga tushgan sof summa bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun muammoni aniqlashda faqat SMS xabarga qarab xulosa qilmaslik kerak. Pensiya hisoblangan summa, ushlab qolingan summa va qo'lga tekkan summa alohida tekshiriladi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz 2026 yilgi pensiya indeksatsiyasidan to'g'ri foydalanish va o'z haqingizni tekshirish uchun nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam. Pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Buni og'zaki taxmin qilmang, hujjatdan ko'ring. Agar qo'lingizda pensiya tayinlash haqidagi qaror yoki ma'lumotnoma bo'lsa, o'sha yerda yozilgan bo'ladi. Agar yo'q bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki davlat xizmatlari orqali ma'lumot oling. Ikkinchi qadam. Oxirgi 3-4 oyda olgan summalaringizni yozib chiqing. Masalan, yanvar oyida qancha tushdi? Fevralda qancha, martda qancha, indeksatsiyadan keyingi oyda qancha? Faqat xotiraga ishonmang. Bank ilovasidan ko'chirma oling yoki SMS xabarlarni saqlang. Agar naqd olsangiz, to'lov qaydnomasi yoki pochta orqali berilgan ma'lumotni so'rang. Raqamlar qo'lingizda bo'lsa, siz aniq savol bera olasiz. 3-qadam. Pensiya tarkibini so'rang. Men ko'pchilikka aynan shuni maslahat beraman. Menga umumiy summa emas, tarkib bo'yicha tushuntirib bering deb murojaat qiling. Ya'ni asosiy pensiya qancha, ustama qancha, kompensatsiya qancha? Indeksatsiya qaysi qismga qo'llangan? Shu savolni bersangiz, xodim ham sizga aniqroq javob berishga majbur bo'ladi. 4-qadam, ish tajingizni tekshiring. Ayniqsa 1990 yillar, hatto 2000 yillarning boshida ishlagan davrlar. Yopilib ketgan korxonalar, kolxoz, shirkat, xususiy firma, yakka tartibdagi mehnat faoliyati, harbiy xizmat, bolani parvarishlash davri kabi masalalar ko'pincha muammoli bo'ladi. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumot, buyruq nusxalari, shartnomalar, soliq yoki sug'urta badallari bo'yicha tasdiqlarni yig'ing. 5-qadam. Agar xato bor deb o'ylasangiz, og'zaki bahs bilan cheklanib qolmang. Yozma ariza bering. Arizada
mening pensiyam 2026 yilgi indeksatsiyadan keyin qanday hisoblangani, qaysi normativ hujjat asosida va qaysi tarkibiy qismlarga nisbatan oshirilgani haqida yozma tushuntirish berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar ish staji tushib qolgan bo'lsa, falon yildan falon yilgacha bo'lgan ish davrimni pensiya hisobiga kiritish masalasini qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozing. 6-qadam. Qayerga murojaat qilishni biling. Avvalo yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilasiz. Davlat xizmatlari markazi orqali ham ayrim ma'lumotlarni olish yoki ariza yuborish mumkin. Agar masala hal bo'lmasa, yuqori turuvchi tashkilotga shikoyat qilasiz. Zarur bo'lsa, arxiv idoralariga, sobiq ish beruvchiga, soliq organlariga, sudga murojaat qilish imkoniyati ham bor. Lekin har bir bosqichda hujjat nusxasini, ariza raqamini, qabul qilingan sanani saqlab qo'ying. 7-qadam. Oilangizdagi keksalarga yordam bering. Ko'p otaxon, onaxonlar bank ilovasini ishlatmaydi, SMSni o'qimaydi, hujjatlarni farqlamaydi. Farzandlar va nabiralar ularga yordam berishi kerak. Pensiya tushgan kartani tekshirib bering. Oxirgi to'lovlarni yozib bering. Kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasiga birga boring. Chunki ko'p xatolar odam o'z vaqtida savol bermagani uchun yillar davomida bilinmay qoladi. 8-qadam. Yolg'on xabarlarga ishonmang. Ijtimoiy tarmoqlarda hammaning pensiyasi 2 barobar oshadi. Falon hujjat topshirsangiz qo'shimcha pul beriladi. Pul evaziga pensiyani oshirib beramiz degan gaplar chiqishi mumkin. Rasmiy manbalarni tekshirmasdan hech kimga pasport ma'lumotlaringizni, bank karta raqamingizni, SMS kodlaringizni bermang. Pensiya masalasida firibgarlik juda ko'p uchraydi. Ayniqsa indeksatsiya e'lon qilingan davrlarda. 9-qadam oilaviy byudjetni qayta hisoblang. Indeksatsiyadan keyin qo'shimcha tushgan pulni darhol mayda xarajatlarga sarflab yubormang. Avvalo eng zarur xarajatlarni belgilang. Dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar, qarzdorlik, tibbiy ko'rik. Agar qo'shimcha summa kichik bo'lsa ham, uni reja bilan ishlatish keksalar uchun katta yordam beradi. Chunki indeksatsiyaning maqsadi faqat daromadni ko'paytirish emas, kundalik hayotdagi bosimni kamaytirishdir. Demak, 2026 yilgi pensiya indeksatsiyasida faqat bitta foiz emas, balki inflyatsiya, budjet imkoniyatlari, minimal kafolatlar, pensiya turi, ish staji, ustamalar, oilaviy holat va hujjatlardagi ma'lumotlar hisobga olinadi. Eng muhim narsa shuki, siz o'z pensiyangizning tarkibini bilishingiz kerak. Agar summa siz kutgandek oshmasa, darhol meni aldashdi deb xulosa qilmang, lekin jim ham turmang. Raqamlarni yozing, hujjatlarni tekshiring. Yozma tushuntirish so'rang va kerak bo'lsa qayta hisoblashni talab qiling. Men ekspert sifatida sizga shuni tavsiya qilaman. Pensiya masalasida eng kuchli himoya bu aniq hujjat, aniq raqam va yozma murojaatdir. Hozirgi gap unutiladi. Lekin yozma javob keyingi harakatlar uchun asos bo'ladi. Agar sizning pensiyangiz indeksatsiyadan keyin qancha oshgani, hisob-kitob sizga tushunarsiz bo'layotgani yoki hujjatlaringizda muammo borligi haqida fikringiz bo'lsa, izohlarda yozing. Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham ulashing. Chunki pensiya mavzusidagi bir dona to'g'ri ma'lumot butun oilang moliyaviy xavfsizligiga ta'sir qilishi mumkin.